Salom hammaga do'stlar, meni kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, mana bugun kanalimdagi video juda ham qiziqarli vlog bo'ladi. Ya'ni bu vlog uyda bo'ladi. Bugun bilasizlar 5-iyun Arafa kuni. Hammalarga o'tgan hayit ayyomlari bilan muborakbod etaman. Va do'stlar, bugun biz uyda vlog qilamiz, chunki bugun hammaning uyida osh, bo'g'irsoq, chakchak bo'lishi aniq. Va shuning uchun biz ham shu narsalarni qilamiz. Hammasini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Oshni, chakchak, bo'g'irsoq qilganlarimizni. Xo'sh, hozir bizda soat 2 botdi. 1:47 bo'ldi. Hozir endi biza choy ichib oldik. Obedki choyimizni o'zi ertalabdan videoga tushirmoqchi edim. Sizlarga esimdan chiqib qopti. Keyin shu bilan hozir choy ichib oldik. So'ngra yig'ishtirdim. Endi hozir idishlarimni yuvishim kerak. Mana bu changlarni artib, pilsos qilib, shunaqa qilishim kerak. Hamma joylarni sipirib qo'yish kerak kechki payt. Chunki ertaga ertalab turib, misol uchun boshqa ish qilishinglar mumkin-da. Bugun kechqurun sipirib qo'ysanglar, ertaga ertalab sipirmaysizlar. Lekin hozir hali kech bo'lmadi. O'shaning uchun kechroq paytda ovqat tashib bo'lgandan keyinmi, tashib bo'lishdan oldinmi sipirib qo'yaman, top-toza qilib. Ularni ham sizga ko'rsatib ketaman, xudo xolisa. Kechqurun biz sabzani archib qo'ydik. Keyin chakchak xamirini qilib qo'ydik, bo'ldi. Chakchak xamiriga oddiy 4 tuxum solasizlar. Ozgina tuz, ozgina chang soda qo'shasizlar ishib chiqishiroq uchun. Keyin un solasizlar, bo'ldi, boshqa hech narsa solmaysizlar. Потому что u xamir shirin bo'lmaydi-da, chunki asal qo'shasizlar, kun ustiga или zgushenka ham qo'shasizlar, o'shanda o'zi shirin bo'ladi. O'zi qizish bilmayman, lekin aytib qo'yaman. Короче, mana soatimiz. Endi hozir ishlarimni qilaman. Ketdik. Sizlar bilan birgalikda qilamiz ishlarni. Do'stlar, mana bizani sariq sabzimiz. Men buni kechqurun archib qo'yganman. Endi mana bu idishlarni yuvish kerak. Ketdik. Do'stlar, men hozir idishlarni yuvishim kerak. Idish ko'p emas o'zi. 2-3 idish bor. Shularni yuvaman. Daryoda oyim xamir oshiryaptilar. Bo'g'irsoq uchun. Menga suv berdingmi? Bitta bakal. Hozir ichini yuvaray. Mana. Oya, men ko'p qo'ydim. Mana bu ham ish bor. Buni ichini ko'chaga cho'kmasam, do'stlar, sizlarga xudo xolisa ertaga ham video tushirishga harakat qilaman. To'g'rimi? Endi videolar ko'p chiqadi. Chunki endi uydamiz. Yaqinda xudo xolisa nasiba keladi. 8-iyun uni tug'ilgan kuni do'stlar. Oldingi yil ham xuddi shunaqa vaqt kelgandi, iyunda, esingizdami? Tug'ilgan kuni kelgandi. Tug'ilgan kunim o'tmasin, keyin kelaman deganim. O'tgan yili tug'ilgan anaqa mana sinfdoshim akasini o'g'il to'ydan chiqib, uni olib kelishga borganmiz. Tug'ilgan kuni edi o'sha kuni unda. Esingizdami? Keyin uyga kelib ana videoni tushirgandik-ku. Basharaga krem chaplash. O'shanda nasiba yutqizib qo'yuvdi-yu tug'ilgan kunida. 4 ta o'rniga biz krem chaplaganmiz yuziga. Shansi kremi. Ha. Muzday suv ber menga. Yana? Mana. Xo'sh. Do'stlar, mana. Ishlar endi bu bo'lib chayamiz. Do'stlar, keyin sizlarga Nasibani tug'ilgan kunida ham video tushiraman. Xudo xolisa Nasiba bilan birga.
qaytıyor. Mana eski oluyor ya. Yetmişsin varız. Şu. Ay ne gülüyor. Oldu nasıl kun sana yürürdüm mü? Kaç vakit girerken? Kazıma gidip kızıramaz. Bilmiyorum. Oldun gideye kutmuyor. Kichkina paytda o'zi hamma shu qilgan. Lekin tug'ilgan kunimni kutaman. 3 oy oldin aytib qo'yaman. 3 oydan keyin tug'ilgan kunim deb. 75 kun qoldi, 85 kun qoldi. Sanab bilasan, to'g'ri. Boshqaram deb. Tush kerak edi tug'ilgan kuni. Xo'sh, endi ya bitta narsa qilib kesib yurmasdan. Mana bu to'kkan. Ani ichida kola bor edi. O'shani to'kmanmi? O'zim ham ustiga nakleykalarni o'zim yopishtirdim. Ichidan chiqdi-da. Lekin mana shu nakleykalar ko'chmas ekan. Qaranglar. Suv tegsa ham ko'chmayapti. Zo'r nakleyka lekin oyi. Mana shunaqa nakleykani bizning maktabda ham sotuvda. Oldin telefonim bor paytda joyi. Orqasi ko'chib ketardi, bu ko'chib ketadi. bu ko'chmas ekan, lekin telefonga ko'chadi. O'sha telefonni yopishtirilganda ko'chib ketdi esingizdan. Donasini 5 sinmamda sotishadi mana shunaqani. Nakleykalarni. Mana top tuzildi. Asli qilsam bo'lar ekan. Tepada jasmin sana qapisiga Yo'q, men mamni chiqarib yubordim. Mana. Mamasi chiqib ketdi. Sinmadi, qo'yish kerak ekan. Qaranglar do'stlar, chiqib ketdi. Mana ichidasini. Mamani qirg'izib olay, turing. Shundoq. Mana sirada tushib ketadi qani. Issiqligidan. Mana. Lekin boshqacha bo'lib qoldi. Mana rezinkasini. Mana shu. Buni suvga turursin. Suv ketadi. Endi antlar tursam bo'ldi, ko'rsataman sizlarga. Men hozir magazinga chiqib keldim, voy xudoga shukr. Magazindan azeli topib keldim. Mana shunaqa 100 lira. Oshga qo'shiladigan zira. Endi hozir hamma joylarni tozalaymiz. Ketdi. O'zlar o'zi biza kecha tozalashimiz kerak edi. Hamma joyi. Kecha biza bozorga bordik. Sizlarga vlog ham oldim. Ko'p ketishlar mumkin. Uyga juda ham kech keldik. 11 larga yaqin keldik deb. O'shaning uchun vaqtimiz bo'lmadi tozalashga. Bugun endi hamma joyni tozalab, ertangi tayyorgarlik. Do'stlar, men bu xaljilik nima bunaqa yag'ir deyotgan bo'lsalar, bu yag'ir emas. Bu, короче, akamga oyim xaljilik tozalab qo'y deb aytganlar telefonda. Biz boshqa joyda bo'lganmiz. Bumikidan bo'lganmiz. O'shanda akam top-toza qilaman deb bunaqa azilit sepganda xaljilikka ko'chib ketgan, uni rangi ham birga. Shu bilan mana shunaqa bo'lib qolgan. Nechun strashda. Biz bunga hamma narsa qilib ko'rdik, ana stikerlar ham yopishtirib ko'rdik. Bu yopilmadi. Mayli endi. Bo'lgan ish bo'ldi. Endi qaytib sepmaymiz azilit. Do'stlar, mana bu bizani chak-chak xamir. Voy, xaralashib ketdi. Mana.
Bu nimaga bunaqa jibjigarangli sapsariq qilayotgan bo'lsanglar, tuxumga qilinganligi uchun mana shunaqa bo'ladi u suv. Hamma chekchak ham bir, to'g'rimi? Tuxumni sarig'i chiqadi-da, mana shunaqa rang bo'ladi. Hozir endi buni yoyib, to'g'rab qovuramiz. Ketdi. Mana do'stlar, bizani chakchakimiz mana shunaqa dumalo bo'ldi. Voy, spishkam uchib qoldi. Короче, mana shunaqa chiroyligina bo'ldi. Sizga yoqdimi? Hozir endi bunga asal quyib, keyin buni qanaqadir idishga solib qo'yamiz, keyin sizlarga hammasini ketishga ko'rsataman, to'g'ri o'tganda. Do'stlar, qaranglar, qanaqa top-toza bo'ldi shkoflarimiz. Mana bu yoqlarini ham artdim. Juda ham toza bo'ldi. Endi hozir narsalarni qovurib bo'lib, hammasini kafelardaman и gazda artishim kerak. И namet pil-so'z qilish kerak. Do'stlar, mana bizning xamirimiz oshib chiqdi. Qaranglar, qanaqa. Endi hali 1 soat bo'ldi, menimcha, oyi. 1 soat shunaqa oshib chiqdi, chunki juda ham kun issiq. Mana bu shunaqa bo'ldi. Bundan hozir endi to'rtburchak qilib, qovurib, keyin bo'g'irsoq bo'ladi. Bu qozoqcha bo'g'irsoq. Qaranglar, chakchaklarimiz qanaqa chiroyli bo'lib chiqdi. Bularni hozir endi qotirishga jo'natamiz so'ygandan keyin. Va keyin sizlarga alohida kechki payt ko'rsataman qanaqa bo'lganini va degustatsiya qilamiz birga. Do'stlar, hozir men bu yerda chakchaklar ozgincha ortib qoldi. Shuni hozir yeb degustation qilamiz. Mana qaranglar. Asal qo'shilgan, shuni endi yeb ko'ramiz. Bismillah. Juda ham zo'r chiqdi do'stlar. Hali qotgandan keyin ham yeb ko'ramiz. Do'stlar, mana bizning xamirimiz oshib chiqdi. Oshirma xamirdan ham narsa qilmoqchimiz. O'shaning uchun qaranglar, 1 soat ichida qanaqa oshib ketdi. Kun juda ham issiqdi. 50 gradus bo'tgandir. Do'stlar, mana nima? Qurtmi? Fu, qaranglar. Plos kuchuk. Qo'rqitib yubording. Mani kuchugim. Ovozni eshitinglar, qushlarning ovozini. Boy zo'r chiqyapti ovoz. Do'stlar, endi hozir qo'llarni supuramiz. Supurgim tayyorlab qo'ydim. Mana shunaqa. Hozir bizda soat уже 4:18 bo'libdi. Hozir уже qanchalarda oshni boshlaymiz, oyi? Уже 1 soatlarda, yarim soat, 1 soatlarda qilamiz, Uni ham ko'rsatib ketaman keyin. Tuproqlarni anaqasi bor, o'shalarni tutishim bu yoqda. Terlab ketdim. Sal kechroq supurish kerak edi. Nima issiq-ku? Bo'ladi. Boshlar qatorga qo'y. Hozir?
Bir qarang. 7:30 tarqatsa kerak. Saptunda qorong'ulik kech bo'ladi. 7:30 bo'lgan deb qarasan. Yo'q. O'tlarni yuvib. O'zim boshlayman. Biyoni 101 bo'ldim. Va nihoyat hamma joyi supurib bo'ldim do'stlar. Qaranglar, terlab ketganimni. Endi hozir boshqa ishlarni qilishim kerak. Ketdik. Endi oshni sabzisini to'g'raymiz. Qani ketdi. 1, 2, 3. Hop. Sabzimiz tayyor do'stlar. Mana do'stlar, piyozimiz ham tayyor bo'ldi. Mana do'stlar, go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Biz chak-chaklarimizni mana shunaqa qilib to'g'rab oldik. Qo'shlarga tarqatish uchun hozir уже 5 minutda ovqatimiz pishadi. Soat bizda 7:20 bo'ldi. Mana shunaqa. Juda ham zo'r chiqdi. Men hozir bittasini yeb ko'rdim. Nice. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar mana shunaqa usulda. Do'stlar, biz hozir ko'chaga magazinga chiqdik oyim bilan birgalikda.
Men bugun oq qora bo'ldi faqat. Oq qora futbolka, oq qora shim, oq qora oyoq kiyim. So. Biz magazindan narsa oldik, uni tushira olmadim. Magazinda odam ko'p ekan va izartkam kam qoldi. Endi shu bilan do'stlar, bizda soat уже 10:54 bo'ldi kechqurunga. Bir kunim sizga yoqdi deb o'ylayman. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va kolokольчик bosib ketishni unutmanglar do'stlar. Xayr, sog'lom bo'linglar. Ertaga mana Xudo xolisa Hayit vlog kutinglar. Bye bye.